Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz mavzusi yuqori kuchlanish texnikasida qo'llaniladigan gazlarda ionlanish jarayoni. Bu mavzu uchun tuzilgan rejalarimiz elektr maydon formasining elektrodlar geometrik o'lchamlari konfiguratsiyasiga bog'liqligi, ikkinchi gazlarda ionlanish jarayoni, uchinchi ionlanish turlari va rekombinatsiya. Dielektriklar asosan ikkita har xil qutbli elektr o'tkazuvchilarni izolyatsiya qilish uchun xizmat qiladi. Izolyatsiya qilinuvchi elektr o'tkazuvchilar tarqatish qurilmalarini shinasi, elektr uzatish liniyalari, elektr apparatlari, tok o'tkazuvchi qismlari va hokazolar o'z konfiguratsiyasiga ko'ra har xil formadagi elektr maydonini paydo qiladi. Elektr mustahkamlik va teshib o'tish kuchlanishlari o'z navbatida hosil bo'lgan elektr maydon formasiga bog'liq bo'ladi. Elektr maydon formasi 3 xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchisi bir jinsli maydon, ikkinchisi kuchsiz, zaif bir jinsli bo'lmagan maydon, keskin bir jinsli bo'lmagan maydon. Asosan ikkita yassi plastinkalar orasida vujudga keladigan elektromagnit maydon bir jinsli maydon deb ataladi. Ikkinchi kuchsiz, zaif, bir jinsli bo'lmagan maydon ikki shar elektrodlar orasidagi yuzaga keladigan elektromagnit maydon hisoblanadi. Uchinchisi uchli sterjinlar orasidagi hosil bo'ladigan elektromagnit maydon bu keskin bir jinsli bo'lmagan maydon bo'ladi. Endi nima uchun yassi plastinkalar orasidagi hosil bo'ladigan elektromagnit maydon bir jinsli maydon deb ataladi? Sababi shuki, bu yassi elektrodlar orasida paydo bo'ladigan elektromagnit maydonning xohlagan nuqtasidagi olingan elektronlarning elektr zaryadlari bir-biriga teng bo'ladi. Agar hosil bo'lgan elektromagnit maydonda har xil nuqtalarda olingan elektronlarning zaryadlari tenglashtirilganda bir-biriga teng bo'ladi. Shu sababdan bu maydonni biz bir jinsli maydon deb qabul qilamiz. Zaif, bir jinsli bo'lmagan maydon esa ikkita shar elektrodlar orasida yuzaga keladi va bular orasidagi paydo bo'lgan elektromagnit maydonlar orasidagi elektromagnit maydonlardagi elektronlarning zaryadlari bir-biridan juda katta farq qilmaydi. Shu sababli buni zaif, bir jinsli bo'lmagan maydon deb qabul qilamiz. Uchli sterjinlar orasidagi maydon esa o'ta keskin, bir jinsli bo'lmagan maydon hisoblanadi. Elektrodlar orasidagi maydon holati nojinslik koeffitsiyenti darajasi orqali ifoda etiladi. Bir jinsli maydon uchun nojinslik koeffitsiyenti Km barobar 1. Zaif nojinsli maydon uchun Km 3 dan kichik. Keskin nojinsli maydon uchun nojinslik koeffitsiyenti 3 dan yuqori bo'ladi. Ionlanish jarayoni yuqori harorat yoki ayrim nurlar ta'sirida gaz molekulalarining elektronlarni yo'qotishi va shu bilan musbat ionlarga aylanishidan iborat. Elektrodlar joylashgan joy tashqi elektr maydoni ta'sirida bo'lmasa, bu maydondagi atomlar harakati xaotik ko'rinishda bo'lib, bir-biri bilan doimo to'xtovsiz to'qnashib turadi. Ikki to'qnashuv oralig'idagi atomning harakati atomning erkin yugurish trayektoriyasi deb ataladi. Ionlanish turlari asosan ikkita katta gruppaga bo'linadi. Birinchisi hajmiy ionlanish, bu elektrodlar orasidagi gazlarda sodir bo'ladigan ionlanish. Ikkinchisi sirt yuzasidagi ionlanish. Bu elektrodlar sirtida nurlanish, emissiya yuzaga keladigan ionlanish. Hajmiy ionlanish o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi.
Birinchi zarbaviy ionlanish, ikkinchi pog'onali ionlanish, uchinchi foto ionlanish va to'rtinchi termo ionlanish turlariga bo'linadi. Zarbaviy ionlanish atomlarni bir-biri bilan yoki erkin elektronlar bilan to'qnashuv natijasida yuzaga keladigan ionlanishga aytiladi. Pog'onali ionlanish sodir bo'lish tartibi quyidagicha izohlanadi. Agar atom elektromagnit maydonda harakatlanayotib, bir-biri bilan urilib ketganda, bir-biri bilan yoki molekula bilan to'qnashuvdan so'ng atom ionlanish energiyasini ololmasa, u qo'zg'atilgan fazasiga o'tadi. Ya'ni ionlanish chegarasida bo'ladi. Keyingi to'qnashuvda ionlanish energiyasini olib, elektron chiqaradi va atom ionlanish holatiga o'tadi. Ya'ni ion holatiga o'tadi. Fotoionlanish elektrodlar orasida erkin elektronlarni paydo bo'lishining manbalaridan biri fotoionlanishdir. Bu jarayonda atom ma'lum to'lqin uzunlikda nurlanuvchi foton va kvant energiyalarini yutadi va shu yutilgan energiya evaziga o'zidagi elektronni qo'ydirib yuboradi va o'zi ionlangan holatga o'tadi. Termoionlanish gazlarning issiqlik holati bilan bog'liq bo'lib, quyidagi aktlar bajarilishi oqibatida sodir bo'ladi. Ya'ni birinchi, yuqori temperatura ta'sirida atomlarni bir-biriga urilishi, ikkinchidan, neytral atomlarning foton energiyalarini qabul etishi yoki chiqarish natijasida, uchinchi, elektronlar atomlar bilan yuqori temperatura ta'sirida urilishi natijasida sodir bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, biz ko'rib o'tgan mana shu 4 ta holat bu hajmiy ionlanishga kiradi. Endi sirt yuzasidagi ionlanish, ya'ni elektronlar emissiyasini ko'rib chiqamiz. Bu birinchi, musbat ionlar bilan katod sirtini bombardimon qilish natijasida ikkilamchi elektronlar emissiyasini hosil bo'lishi oqibatida yuzaga keladigan ionlanish hisoblanadi. Ikkinchisi fotoemissiya, ya'ni infraqizil, ultrabinafsha yoki rentgen nurlari bilan katodni nurlantirish oqibatida katod sirtidan elektronlarni uzilib chiqish hodisasiga aytiladi. Termoelektron emissiya katod yuzasini qizdirish natijasida elektronlarni ajralib chiqishiga aytiladi. Tashqi elektr maydon energiyasi ta'sirida katoddan elektronlarni ajralib chiqishi, bunda maydon kuchlanganligi Y katta bo'lishi kerak, 300 kilovolt santimetrdan 300 kilovolt santimetrdan katta bo'lishi kerak. Ionlanish turlari va rekombinatsiya. Ionlanish jarayoni bilan bir vaqtda teskari rekombinatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Rekombinatsiya bu neytrallashuv jarayoni bo'lib, ionlar konsentratsiyasida neytrallanish yoki ion va elektronlarning neytral molekulaga, atomga qayta birikishlaridir. Mavzuga oid video material bor. Buni ko'rish mumkin. Foydalanilgan adabiyotlar va rejadagi ko'zda tutilgan vazifa ko'rib o'tildi. Elektr maydon konfiguratsiyasining elektrodlar geometrik o'lchamlariga bog'liqligi, gazlardagi ionlanish jarayon va ionlanish turlari va rekombinatsiyaga to'la axborot berildi. E'tiboringiz uchun rahmat.